Barchalarga salom bolalar, sizlar bilan har doimgidek Zeyron bolalar. Bugungi videomizda Buldrop Topping case qilamiz. Hisobimizni 500 ming so'mga to'ldirganmiz. Hozir ko'ramiz 500 ming so'mga qancha yuz olayotganmiz. Bolalar, videoni boshlash oldin videoga like, kanalga obuna bosib qo'yinglar. Qani endi videoni boshladik. Bolalar, videoni boshlash oldin sizlarga Telegram kanalimni ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda har kuni Buldrop uchun tekin kesaga promkoda tashlayman. Ko'rishingiz mumkin. Ko'p odam oladi. O'tsanglar sizlardan bemalol olib 60 USDdan 660 USDgacha ishlab ketsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz har kuni Bulpas 49.99 любой promkod tashiyman. Silkasi bolalar kommentariyada yoki profilda ham bor. Mana Zeyron qisqacha 7 silingdan ham chiqaveradi bolalar. Qani endi Buldrop saytiga o'tib olamiz. Ko'rishingiz mumkin bolalar, balansimizni 500 ming so'm to'ldirib olganmiz. Zeyron promkoddan to'ldirganimiz uchun bizga 6000 bulkon bo'lib 3000 USD 3700 USD qilib berdi bolalar. Qanaqa qilib hisob to'ldiraman desanglar bolalar, pastda menu bor. Shuni bosib hisob to'ldirishni bosasizlar. Qaranglar, bu yerda любой kartalar bor. Humo, Uzgard, Visa, Mastercard, Payme, Steam skillari bor. Masalan, bank kartalaridan to'ldirmoqchi bo'lsanglar, menga o'xshab 500 ming so'm to'ldirmoqchi bo'lsanglar, mana sizlarga 2616 USD qilib beradi mana. Promkod degan joyiga Zeyron qilsanglar sizlarga 20% qo'shib beradi mana. Mana ishga yozasizlar. Hozir sharti bo'lganmi? Sizlarga mana to'ldirishga 20% qo'shib beradi. Bepul case beradi. 69 lik tekin case. Sizlarga case ochganlarda 30% omad qo'shib beradi. Masalan, manaqa 60 USDlik, 100 USDlik case ochsanglar sizlarga 200-300 USD tushirib beradi. Qani endi videoni boshladik. Birinchi o'rinda Elite Squad case'ini ochib ko'ramiz. Bizga nima berar ekan? Bolalar, videoga like, kanalga obuna bosib qo'yinglar. Bu menga katta motivatsiya bo'ladi. Bizga minus 400 USD berdi. Yana bitta ochib ko'raylik. Tak. Bu ham minus. Ko'ramiz hozir 500 ming so'mga qancha yuz olar ekanmiz Zeyron promokodidan. O'zimiz case'dan ochib ko'ramiz. Qani? Mana. Shu 360 USD case zo'r beradi. Tak, bizga nima tushadi? Jigar yedirma, like code. Qaranglar, bu taktika. Sizlar yedirdi. Endi 5 talik bitta ochasizlar. Normalniy plyus berish kerak endi. Tak, berib yuboring endi jigar. No, minus. Boshqa hissani ochib ko'ramiz. Ben ochib ko'ramiz bolalar. Tak, BMW mana. Ko'ramiz bizga hozir qancha berar ekan. Agar mashina tushib borsa, yaxshi. Qancha bu? 1.5 USD. Chotki. Sekin comeback. Tak, endi Merc ochib ko'raylik bolalar. Yo, go. Cybertruck ochamiz. Qani bizga nima tushar ekan? Cybertruckdan to'xta, voyda. Qanchalik asli? Metroniki zo'rida lekin. 3300 USD ekan. Go tuttali bolalar. Zeyron obunachilar uchun go. Tak. Beri bor jigar, iltimos minus 1800 USD berdi. Qochamiz. 3100 balans bo'lsa nima olsa bo'ladi 3100 ga? Go bu qoch ko'ramiz. Ket. Tak, bizga nima beradi? No, minus. Bolalar, sizlarga bitta narsani ko'rsatib ko'rishingiz mumkin deb konkurs boshlaganmiz. Bu yerda bemalol YouTube bitsalar bo'ladi. Depozit qilib, Zeyron promokodidan zapis tashlaysizlar. Sizlar manaqa birinchi o'ringa 100 qo'yilgan, ikkinchi o'ringa 660 katta yutuqlar bor. Просто Zeyrondan to'ldirib zapis tashlaysizlar va yutuqlar olib ketasiz. Top 10 gacha priz qo'yilgan. Tak, sotamiz. 1500 USD bor. Tak.
Go qizlardan ochib ko'raylik. Nozik tong 5 chali 674 yuziga. Tak bizaga minus oxirida yaxshi 393 yuz tushyordi. Go tepadan 400 yuz ochib ko'ramiz. Shunchalarga yetadimi? Ketdi. Bitta shu Bentley'da berib olsam çok yo'tardi. Qani. Yaxshi mashina so'radi, mashina berib yubordi. Mana qo'shnilarga Zeyron Prime oldim. 1200 ga ochdik, 3,5 yuzli narsa tushdi. Tak, balansimiz eski balansga qaytdi. Tak, nima deysizlar? Bola bitta Poseidon keysini ochib ko'ramizmi? Go sizlar uchun kichkina hassa. 2400 ga. Plus bersa, kommentda 325 ga qoldiramiz. Qancha? Chotki. Bola kommentga ID yozib qoldirlar, chiroyli so'z bilan bitta obunachini aniqlab 325 tashlab beramiz. Hozir o'sha obunachimga 325 chiqarib qo'yaylik, keyin videoda aniqlaymiz. Tak. 325 Cho'q ketdani. Prosta ID va omad yozib qo'ysanglar bo'ldi. 325 yutib olishingiz mumkin. Tak, go. Faron keysini ochib ko'ramiz. Bizaga nima tushirdi? Mashin. Chotki. 5600 yuzi bo'ldi. Tak. Qaranglar, Zeyron Prime'ni to'ldirganligimga sizlarga mana bunaqa beradi. Qanan G coin bor edi. Jetonlar. Mana Zeyron Prime'ni to'ldirdim, 25300 beribdi. Endi buni 779 yuz beryapti. Ko'rasizlar, 500 mingni to'ldirdim, 780 yuz bonus qilib beryapti. Tak. Endi qaysini ochamiz? Go blok zonasini ochib ko'raylik. Minus. Yo'q, minus. Tak, qani bo'lsa yusi chiqarib ko'ramiz. 500 mingga qancha yusi ishlabmiz. No, bizga 6000 yusi chiqarib beraylik. Yo'q, bizga hozir 8100 yusi kelyapti. Bola ko'rishingiz mumkin. 500 mingga 8100 yusi chiqarib oldik bolalar. 6000 yusi 2100 bu degan 8100 yusi atiga 500 ming so'mga bolalar Zeyron Prime kod orqali. Videomiz yoqqan bo'lsa videoga like, kanalga obuna bosib qo'yinglar bolalar, sizlarga xayr. Chiqarib qo'yaylik buni. Chiqarib qo'yish. Hammaga xayr.